Ana endi siz ham bemalol uy sharoitida kolbasa tayyorlay olasiz. Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, tayyorlanishigacha aytib o'tib ketaman. Hamma mahsulotni grammlarigacha video tagida yozib qoldiraman. To'g'risi o'zim ham birinchi tayyorlashim edi. Tavakkal qilib tayyorlab ko'rdim. Rosa shirin chiqdi. Uyingizdagilarga tayyorlab bersangiz shunaqa maza qilib yeb oladi. Siz duo qilib. Boshladik. Hamma mahsulotni blenderga solib, oxirida iliq suv quyib, ozgina 5 minutcha blenderlab olamiz va strich paketga massamizni solib olamiz. Menda strich paketim qolmagan ekan, shunaqa maxsus taomlarni pishiradigan paketdan foydalandim. Korobkasini ochaman deb yirtib oldim. Massamizni solishdan oldin men esimdan chiqib qolibdi. Qizil pripravadan paketga sochib yuborsalaring, usti qizil bo'lib, rosa chiroyli bo'lib pishar ekan pishish vaqtida. Meni esimdan chiqib qolibdi solish. Hamma massamizni paketimizga solganimizdan keyin yaxshilab o'rab, havolarini chiqarib olib, shunaqa dumaloq holatiga keltiramiz. Orqasidan folgaga o'rab turib, folgani ham yaxshilab zichlab o'raganimizdan keyin xuddi qand qog'oziga o'xshatib, ikkita chekkasini burab pishirishga tayyorlaymiz. Qaynab turgan mont qozonimizni ustiga ustki qismini qo'yib, ichidagi pallasini orqa tomonini qilib qo'yinglar. Agar bosh tomonini qo'ysalaring, ruchkasi xalaqit beradi, kolbasamiz joylashmay qoladi. 60 minut ichida pishib oldi. 60 minutdan keyin pishgandan keyin yana bitta eslatma. Tezda kesib olmanglar, bo'linib ketib qolishi mumkin kolbasa issiqligida. 6-7 soat xolodilnikda olib qo'yish kerak bo'ladi. 6-7 soatdan keyin kesalaring, shunaqa bemalol kesilaveradi. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar, rosa ham shirin chiqar ekan.